o'ziga xos. Qarang. Vilka bormi buni? Shamasini ham yesa bo'ladi. Dengiz o'tlariga o'xshaydi. O'rtoqlar, dunyodagi eng qimmat bo'lgan ko'k choylardan biri Taiping Hokui deydi. Buni turi 1-2 xili bor. Hozir damlab qo'yamiz sizlarga. Yaqin yoqlar. Hidi ham ajoyib. Yangi maysalarni hidi, ozmoz gulli hidi berar ekan. Bismillah. Haqiqatan ajoyib choy. Deyarli achchiqligi yo'q. Bu juda ham ishi to'nkisli bo'ladi, haligi nozik ishlar deymiz-ku. Buni har bitta yaproqlarini quritish uchun parlangan holatda tappa qilib pirslanib ishlanar ekan. Har bitta yaproqlar bilan eng qimmat choylardan biri ekan. Buni ko'pchilik senchani yana bir turiga adashtirishadi. Ishlarimiz yurgan sari, rivojlangan sari o'zimni choyga bo'lgan qiziqishim ham, o'rganishga bo'lgan intilishim ham kuchayib bordi. Xudo xolisa bu yo'nalishda kuchim yetgancha harakat qilaman. Kerak bo'lsa Xitoyga borib, choylarni yanada yaxshi turlarini o'rganib, bizni tanlagan muxlislarga, mehmonlarga taqdim etishda to'xtamaymiz. Bizdan uzoqlashmani, obuna bo'lishim, mehmon bo'lishni unutmang.